Assalomu alaykum. Biz Qurshobga pechka jasadagani keldik. Bu yoq xo'jayin bo'ladi. Aka, pechka qanday bir o'y fikringizni aytib qo'ysangiz. Pechka men bunchalik chiqadi deb o'ylagandim. Ochig'i men o'zim bunday pechkani tushungan odam qatori aytib qo'yaverin. O'zim tandirib uraman, boshqa narsa uraman. Biroq pechkani ele uraman bunchalik darajada emas, biroq bunday chirishidan ko'ra hozir kim bo'ldi üstünki mo'r qo'yilalikda. Shuncha tortadi. Mo'r qo'yilganda men o'ylayman, pechkaga hozir yolg'on aytmasam bir 5-6 nima tashladik. Men bir sira aylanib ko'rdim, hozir turib bo'lmaydi hozir. Shunday men ko'mir yoqqan bo'ldim, o'zing aytganday maykacha bunday shunday yura turganda bo'lib qoladi. Pechka menga yoqdi. Pul ham o'shaga yarasha ekan, biroq zato dastoyishni ekanda. Buni o'chirib shodan olib kelsang ham bo'lg'udayda. O'ydagiday bo'ldi aka. O'ydagiday bo'ldi. Men o'sha buna kafeda chiroyli oyoq-bilan qilib qo'ysam, simbolik o'lib qoladi, gelishib qoladi. Yaxshi kunlar mazza qilib ishlatganlar aka. Bo'lma gul ekan, ko'zim bilan ko'rdim, bunchalik internetten gördüm dediler, işenmedim bilen bağlar da olsa gerek dedim bile. Şimdi bundan memeleri başka çeken de, özgü çeken, bunları kalın listen eken poğumda ödüm, gözümün göğü oldum da. Ben kiçine gele çıkan bunçalı sıkan peçken ömrümde birinci ol görüşüm. Bu maktaşta neme demez, ben şimdi ben akçasını verdim, bulardı razı kılıp atam, jakşıdı, bular da şoğa yarışa tastoyun iş kılatken. Молодец, рахмат, болуңар да. Yaxshi kunlarda ishlatganlar. Pechka menga yoqdi. Gazoblokdan bo'lgan, orqa jag'ында 3 duxovkalari bo'ladi. Bu duxovkalarda non somsa pishirsa bo'ladi. Nomer 0700 bilan 73 70 73. Tolka WhatsAppdan yozasizlar.